Burun ichida o'tkazilgan endoskopik operatsiyalardan keyingi bemorlardagi parvarish to'g'risida gaplashamiz. Bemor operatsiyadan keyin palataga olib chiqiladi va yaqinlariga topshiriladi. Yaqinlarga iltimos qilinadi, yaqin 3 soatda bemor uxlab qolmasligi so'raladi. Bemorga qachon suyuqliklar va yeguliklar berish mumkin? Palataga chiqqandan keyin bemor 3-4 soatdan keyin 1 choy qoshiqdan 1 osh qoshiqgacha suyuqlik, yogurt, banan yeyish tavsiya etiladi. Keyin bemorda ko'ngillanish, hushish alomatlari bo'lmasa, suyuq ovqatlar berish tavsiya qilinadi. Asosan sho'rva, kiftel, frikadelka, biftek, qiyma, shashlik tavsiya beriladi. Ichimliklardan asosan gazsiz mineral suv, shaftoli, o'rik sharbati berish tavsiya qilinadi. Bemorga qachon javob beriladi? Operatsiya bo'lgan kuni bemor shifoxonada qoladi. Ertasi kuni shifokor nazoratida va shifokor muolajasidan so'ng uyga tavsiyalar bilan ruxsat beriladi. Operatsiyadan keyin qanaqa ovqatlar va yegulik va ichimliklar mumkin emas? Operatsiyadan so'ng gazli ichimliklar, qaynoq ichimlik, suyuqliklar, ovqatlar, tuzli, sho'r, achchiq, uksusli, chesnokli, piyozli ovqatlar tavsiya qilinmaydi. Umumiy olganda qornni dam qiluvchi, qorinda og'riq yuzaga keltiruvchi, ichni qotirib qo'yuvchi ovqatlar tavsiya berilmaymiz. Operatsiyadan keyin qanaqa mevalar yoki poliz mahsulotlari berish mumkin? Asosan banan tavsiya qilamiz. Olma, nok, sabzilarni qirg'ichdan, sokozajmalkadan chiqarilgan holatda berish tavsiya qilamiz. Operatsiyadan keyin 1,5 oy davomida, o'rtacha 40-45 kun davomida bemorga nimalar mumkin emas? Burunni qattiq qoqish, tortish, burunni ichini chuqalash, jismoniy zo'riqish, egilib og'ir yuk ko'tarish, quyosh ostida uzoq yurish, uzoq yo'lda yurish, samolyotda uchish, tog'ga chiqish mumkin emas. Sauna, dush, issiq xonalarda o'tirish tavsiya etilmaydi. Operatsiyadan keyin bemorlarga qon suyultiruvchi tabletkalar, parashoklar, ya'ni aspirin, sitramon, nimisil, teraflu, jaraflu kabi parashoklarni qabul qilish tavsiya etilmaydi. Sababi ular qonni suyultiradi, operatsiya joyidan qon ketishiga olib kelishi mumkin. Operatsiyadan keyin qachon cho'milish mumkin? O'rtacha bemorlar 12 kundan keyin cho'milishga ruxsat beramiz. Ungacha rus tilida podmivatsiya deydi, beldan pastini yuvirish mumkin, qo'l oyoqlarni yengilgina yuvib turish mumkin bo'ladi. Operatsiyadan keyin bemorda kuzatiladigan holatlar. Operatsiya bo'lgan kuni bemorda operatsiya joyida splint turadi, silikon rezinkali turbacha bo'ladi burun ichida. U turbachadan yengil ozginadan havo o'tib turadi. Uni atroflarida burun so'lagi shilig'i qizg'ish rangda oqib chiqib turadi. Bu normal holat, u chiqishi kerak, tanada qolib ketmash kerak. Bundan qo'rquvga yuzaga kelmash kerak. Burundan nafas olish sal qiyinroq bo'ladi. Oldingi tish, lab qatorlarida ozgina og'riq yuzaga kelishi mumkin. Temperatura chiqishi mumkin, bosh og'rishi mumkin. Odatda navbatchi hamshira va shifokor tomonidan dori-darmonlar bilan quyidagi bezovtaliklar bartaraf qilish mumkin bo'ladi. Operatsiyadan keyin burunga qo'yilgan silikon turbachali trubkacha o'rtacha 7 kunda, yosh bolalarda 10 kundan 14 kungacha turadi. Shifokor tomonidan har 2 kunda, 5 kunda, 7 kunda bezovtalikka qarab har kuni burunni parvarishiga, ya'ni muolajasiga yoki pervyaskasiga kelib turiladi. 7-10 kun, 14 kundan keyin burundagi quyidagi splintlar olinadi. Burundan splint olingandan keyin davolovchi shifokor tomonidan alohida parvarish usullari, yo'llari tushuntirib o'tiladi. Ma'lumotnoma to'g'risida rus tilida spravka deyiladi. Bemor operatsiyadan keyin kasallik tarixidan ko'chirma beramiz. Unda shifokor muhri bo'ladi va ushbu hujjat bilan o'zini yashash hududidagi poliklinikaga murojaat qiladi. Va ushbu hujjat asosida bog'chaga, maktabga, oliy ta'limga va ishga ma'lumotnoma rasmiylashtiriladi, ya'ni spravka оформление qilinadi. U ma'lumotnomani tegishli muassasalarga taqdim qilinadi. Bemor operatsiyadan keyin o'zidagi noxushliklar yoki xavotirga soluvchi holatlar to'g'risida davolovchi shifokoriga SMS yozib turish kerak bo'ladi. Ma'lumot olib turiladi. Davolovchi shifokor tomonidan kerakli muolajalar, parvarishlar tavsiya berib boriladi. Davolovchi shifokor bilan alohida har kuni muloqotda bo'lish tavsiya etiladi.